40-daqiqa. Doriyev o'tib ketdi, Salimovdan Doriyev. U yarimta imkoniyatdan bitta gol chiqaradigan futbolchi. Hozir mana shunaqa imkoniyatdan foydalandi. Lyubcha Doriyev. Moyachilar mana bu yerda esa Doriyevni qo'riqlay olisha olmadi. Takroran ko'rishimiz mumkin. Darvozabondan boshlangan hujum aslida Isoqov sirpanib ketdi. To'pni o'yinga kiritish jarayonida Mulichdan harakat evaziga zo'r o'ynadi. Qarang, shu pozitsiyani to'xtatib tahlil qiladigan bo'lsak, umuman xavf yo'q edi. Ammo birdaniga o'sha xavf paydo bo'ldi. Mana. To'pga kim yaqin? Salimov. Ammo kim o'tib ketdi? Doriyev va gol. Bu yerda darvozabon yaqin burchagini yopish aslida mumkin edi, ya'ni qutqarish mumkin bo'lgan pozitsiya. Darvozabon uchun kutilmaganlik jihati bor, ammo qoida bo'yicha darvozabonlar birinchi o'rinda yaqin burchakni himoya qiladi.